Mashinamiz Mers laqabli Gentra bo'ladi. Bu Gentramizni programmaga olib qolgandik. Bu galovka qilib chiqildi bu mashinada. Tosh dinamikalar slabey dedi, gazda qaltirashi bor dedi. Gazlarni chiqazib oldik hozir. Prashka qildik bu mashinani. Atak idealni yuribdi hozir mashinamiz. Skors almashlari ham plavniy bo'ldi mashinani. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Atak mashina yengil yuribdi hozir. Hamma narsasi joy-joyida. Benzindan gazga o'tishda ham qaltirab o'tishi bor edi. Uni ham to'g'irladik. Hozir benzindan gazga o'tganda ham plavniy o'tyapti. Mashina yurishlari ham idealni.